Baxtiyor, Ha? bu seniki. Yaxshi joy ekan Zafar. Ha, zo'r joy. 2 oydan beri nonushtayam, kechki ovqat ham shu yerda bo'lib qolgan menda. Nima gaping bor edi o'zi? Ha, ke, o'tiraylik. Xo'sh. Bilasanmi? Ikkita gapim bor senda. Birinchisi, avvallari ko'p pul topsam, hamma sizga tushib ketadi. Baxtli yashayman deb o'ylardim. To'g'ri, hozir yaxshi pul topyapman, lekin mazmun topolmayapman. Bilasanmi Zafar? Odam endi pul topib behojatroq bo'lib qolganda ko'pincha ikki hojat orasida ovora bo'lib qoladi. Birinchi hojat yaxshi narsalarni topib yeyish, ichish bo'lsa, ikkinchisi o'sha yeb ichganlardan forig' bo'lish hojati. Agar kimki mana o'sha ikki hojatdan ortsa, yaxshiliklar haqida o'ylaydigan bo'lsa, o'zini ham, boshqalarni ham baxtli qila oladi. Agar aksi bo'ladigan bo'lsa, o'zi asrasin, odam butun umrini hojatxonada o'tkazgandek bo'lib qolishi mumkin. Xullas, komfort hayot odamni ko'p aldab qo'yadi. Meni tushunding degan umiddaman. To'g'ri aytasan. Ikkinchi masala. Baxtiyor, bu seniki. Bu nima? Esingdami? Bir vaqtlar endi ish boshlayotganimda yordam qilganding. Nima bu? Sana. Bugun shuni qaytarishga imkoniyatim bo'lib qoldi. Bu bir boshga edi shekilli. Bu yerda minnatdorchiligim ham bor. Ha, yo Zafar, men uni xolis niyatda qilganman. Qara, ikkita qoida bor. Birinchisi, odam faqat o'zim boy bo'lay emas, yonimdagilar ham, boshqalar ham boy bo'lsin deb yashash kerak ekan. Ikkinchisi, yaxshilikka erishishning yagona yo'li odamlarga yaxshilik qilishda ekan. Shunaqa. Rahmat Baxtiyor. Ukam, mana qaror. Labay. Hojatxona qayerda edi? Tez-tez aytib o'ringlar. Ayub ko'rsatib. Qo'ymanmi?